Assalomu alaykum muhtaram ustozlar. Assalomu alaykum qadrlik akalar, hadilar va tog'lar. Assalomu alaykum hurmatlik inilar va singillar. Qadiminglarga marhaba. Kutubxona degan so'zni biz bilamiz. Chunki bu so'zni biz anglab turmiz. Uning vizkillarini doim ko'rib turmiz. Biroq kutubxona zoti qanday o'rin, nima ishlar qiladi, qanday faoliyat olib boradi, buni biz restoranlarni bilgandek bilmasligimiz mumkin. Chunki biz kutubxonalarga nihoyat oz boramiz. Shunga biz kutubxona degan zoti qanday o'rin, o bizniki ma'naviy dunyomiz beytishda qanday rol o'ynaydi? Bu jihatda buni biz xalqimiz aniq bir tushuncha berish istikida Şinjan Pedagogika Universitetininki professori, jamiyat arbobi ustoz Abduqodir muallimni taklif qildik. Qani qizg'in shavohlarimiz bilan Abduqodir muallimni so'zlab berishga taklif qilaylik. Assalomu alaykum ko'pchilik. Bu yerga bunday jiq ko'pchilikning jam bo'lib o'ltirishini men haqiqatan tasavvur qilmabdiman. Sizlarning kimdalayt qimmatli vaqtlarni chiqarib, faqirninki arzimas gaplarini bir anglashga kelganinglar uchun sizlarga tashakkur izhor qilaman endi. Baya Ablajon, mana shu kutubxonaning qurg'uvchisi bo'lib bilan meni qisqacha tanishtirib o'tdi. Meni ustoz dedi, faxrlik o'g'lan dedi. O gapni anglab men sal xijil bo'ldim. Menimcha hech qanday bir ustozlik rolim bo'lmas kerak deb qarayman. Faqat bir parang qilish sukutim bilan ba'zilar ajraq bir turklik rolim bo'lsa, o'shani o'zi kifoyamikin deb o'ylayman endi. Ya'ni meni unvonim faqat shu maktabda hisob, jamiyatda biz qarindosh, akuka bunday aytganda. O'xshash barobar o'rindagi odam. Shuning uchun bugungi shu ilmiy so'rinning o'zini o'zimizning madaniyati, jamiyati, ijtimoiyat to'g'risida bunday bir kengashish, bir xil paranglashish deb tushunsak bo'ladi. Uningdan bekrak yuqori qatlam ko'tarib qolsak, faqat uni o'rdisin chiqamay qilishi mumkin. Men ro'yi besim bo'lib qoladi endi. Endi bugun mashinachilik jiq odam kapslar kelgandiki men misol ro'yi besim bo'ladi. Sizlarga nima deyish kerak? Bilemedim. Çünkü bir yerde oturuyotganlar her qaysi saha katlamlardan bo'lishi mumkin. Studentlar, o'quvchilar bo'lishi mumkin. Uşaq ticaretçiler bo'lishi mumkin. İlim havaskorlari bo'lishi mumkin, o'quvchilar bo'lishi mumkin va boshqa jamiyatdan boshqa sohalardagi boshqa ijtimoiy qatlam va tabiqalardan bo'lishi mumkin. Shunday bo'lgandan keyin hamma odamga loyiq keladigan gapni aytish bak mushkul odamchilik qilmoqda. Hamma odamga arizada gap qilish bir odamning qo'ldan kelmaydi. Şuna benim gepimlerimde bazı bekrak, sizlerinki bazı kesbi alaylıgınlar, bazı kızışınlarga degendek bas gelmeye katqasa, onu sizler üzerine biraz tefekkürünlerini, hazırlık müştiyimizle maslaştırıp düşünüşünlerini ümit kılmakçı. Çünkü bugünkü bizden söz verilen temimizin kütüphane ve amni medeniyet degen temide bulu demdi. Bizden de kamus karakterli gep kılışka haddimize mesbe demdi. Cahanda kemi bu gaplarni diyemeyim. Şu bir kademden bulup hem de. Aşınama bir qo'shiqdan yeganga o'xshash. Qolgan keyingi munosabatli temalarni bu kutubxonadagi navbatdagi ilmiy qadamlarda boshqa mutaxassislar, boshqa kishilarimiz ehtimol ustiga so'zlashi mumkin endi. Shuning uchun biz endi temani hozircha bilamiz. Chunki bu biz o'tirayotgan bu o'rin bir ommaviy bir kutubxona bo'lgan ekan. Kutubxona madaniyatning bir tarkibiy qismi bo'lgan ekan. Andaqda biz bir ommaviy madaniyat to'g'risida azroq gap qilsak deganni loyiq deb qoldik endi. Qolgani jarayonlarning o'tishi bilan asta-asta cho'ng qurilishib, ko'pchilikning ustiga ayaga boradigan gaplar texama chiqishi mumkin deb qarayman. Mamlakatimizningki boshqa rayonlardagi madaniyat mutaxassislari, madaniyatni tadqiq qilganlar ommaviy madaniyat degan til gapni doim tilga olib turdi. Bunu ismidan chiqib turdi. Ammiy madaniyat degan shu oddiy kishilarning, xalqlarningki madaniyati, shular yaratgan madaniyat, shularningki madaniyatdagi holati,
shularning madaniyat faoliyati va mashg'uloti degan ma'noni bildirdi. Oddiyroq ma'noni tushundigan vaqtda shunday bo'ladi. Masalan, bizda nurg'un tantarbiya faoliyatlari bo'ladi. Xalq kuchlari o'z tashkillar, komandalarni barpo qilib, shunaqma futbol musobaqalarini olib boryapmiz endi. O'tganda 40 necha ming odam qatnashgan bir futbol musobaqasida bo'lgan. Afsusna o'chada qatnasha olmay qoldim, lekin uningki danqini angladim. Jamiyat ta'siri cho'ng bo'ldi. Hammadan bekrak olimlarimizninki mushkul futbolga bo'lgan tashnoligi va yuksak qizg'inligi hukumatning aytdi. Diqqatini tortibdi. Hukumatning yuqori baho berdi. Jamiyatning g'ulg'ula demak kishilarning o'zigidan bir tashkilli futbolga nisbatan mujda bir qizg'inlikni bildirishi bizningki jamiyatimizga ommaviy madaniyatga tava muassasalarninki bundagi mulozimatida qanday bo'shliqlarning borligini bildiradigan bir misol bo'ldi. Bunday aytganda anandagi men yaqinda Beijingda bo'lgan shu futbol musobaqalariga shu diyorimizni yiroq ko'rmay Beijingga shu poytaxtga berib, ya'ni shu yerga qatnashib tomoshabin sifatida bizim futbol muayirlarimizga madad bergan moddiy jihatdan, ruhiy jihatdan bunday ahvollarni anglayapmiz endi. Bu mening qarashimda tamamen muayyanlashtirish bo'lgan aktiv bir ijobiy omil bir jamiyat endi. Shundan bilan bir vaqtdan da bizlar darvozlik san'atlari bo'lib turibdi. Mayli Yangisarda bo'lamdi, Qashqarda bo'lamdi, yoki rayonimizning boshqa nuqtalarida bo'lamdi, Urumchida bo'lamdi. Hozir masalan bir darvozlik Şinjan bir ommaviy madaniyatning bir alayligini tashkil qilgan bir omil bo'layotdi. Masalan, Adil Hoshur desak hammamiz bilamiz. Shu Adil Hoshur shu ommaviy madaniyatning bir turi bo'lgan darvozlik madaniyatiningki bir vakili, bir obraz bo'ladi endi. Buni hammamiz o'qdan bilamiz. Mashrabmi amaliyotdan shu ommaviy madaniyatningki bir tarkib qismidir. Xalq ichidagi har xil muqomlarga, ya'ni klassik 12 muqamdan boshqa, yana uning boshqa variantlari, xalq ichilik variantlari bor, shundaqmi? Do'landa bo'layotdi, To'qsunda bor, uning Qashqarda bor, boshqa rayonlar Tumulda bor degan o'xshash bunday narsa. Bu shuni amaliyotda madaniyatni yana teginligini aytgan vaqtida galas chekkan, unvoni ajoyib hayotlik, muhtaram arboblar va janoblar emas, tegin aytgan vaqtda xalq yaratdi. Chunki shu janoblar va arboblarning o'zini xalqning farzandi, ular ham shu xalq ichidagi madaniyatga varis qilib, uni pishiqlangan, ilmiy yuksaklik ko'rilgan bir sistemani bir madaniyat darsiga ko'tardi. Yoki uni bozorga yuzlantirdi, bir madaniyat mahsulotini sotdi. Bunday emasda. Shuning uchun barliq madaniyatning egisi yana xalq. Uni taraqqiy qildiradigan xalq, yaratadigan bir xalq. Shunday bo'lganligi uchun ommaviy madaniyat Mandaq aytgan vaqtda yuksak bir xillik, shaharlashgan madaniyatninki asli nimasi shu asosiy yoki uning bir uli. Manasida. Xo'sh, ana biz ommaviy madaniyat jihatda futbol masalan tantarbiyaga nisbatan tabiiy bir moyilligimiz bor ekan. Chalish, boks yurtirish jihatda hali o'zimizning alayligini gavdalik namoyon qilyapmiz endi. Naqshsul jihatdami hali alayligimizni namoyon qilyapmiz. Masalan bizningki naqsha usul muzik jihatdagi cho'lponlarimizningki ijtimoiy o'rni hali yaxshi endi. Masalan, Urumchilik ma'lum bir naqshchi, ya bir usulchi, ya bir san'atkorimiz joylarga borgandan keyin darhol taniydi. Chunki ekran orqali bular bizningki ma'lum bir tadqiqotchimiz qaraganda hammadan bekrak ommaviylashgan. Xalqchilik tanilish darajasi bekam. Ehtimol ma'lum bir jo'g'rofiya tadqiqotchisi, ma'lum bir fizik tadqiqotchisi, ma'lum bir biokimiya tadqiqotchisidan ancha bilib ketamizmi bizning xalqimiz. Ammo cho'qim ma'lum bir san'atkorni cho'qim taniydi. Bu albatta yomon ahvol emas. Xalqning o'zining san'atkorini tanig'ini albatta biz yaxshi omil sifatida, yaxshi bir ro'y kayfiyat sifatida bo'yalashtiramiz. Ammo masala shundan shakllandi. Madaniyat shundan shakllandi. Masalan bir millatninki tabiiy fan asosi bo'lmasa, u millatning taraqqiyoti cho'qim oqsaydi. Tabiiy fan bo'lib, millatninki ijtimoiy fan bo'lmasa, u bo'lmaydi. Chunki tabiiy fan bizning turmushimiz turli vositalar bilan, afzal vositalar bilan ta'minlaydi. Ham shuningdek bizning dunyo qarashimizni texnik qanday qilib ilgarilatadi. Tabiat bilan o'zimizni o'tirib tushunishni ilgari suradi. Tabiat bilan o'zimizni o'tirib tushunishni ilgari surgandan keyin o'zimizning tabiatga o'rnimiz haqida aqliy bir yakunga kelamiz, aqliy tushuncha kelamiz. Dunyo qanday qanday pozitsiya tutishni ilmiy asos bilan ta'minlaydigan bunday ishkilis bo'lish kerak. Qaysidir birimizning bir gapi bor. Tabiiy fani bo'lmagan xalqni bir tafsili o'rlib tushidi.
ijtimoiy fani bo'lmagan xalqda tepmismi o'rilib tushidi deganda gap bor. İşkilesi bo'lish kerak-da. Endi tabiiy fanimiz bo'lish kerak deb uni biz qandaqda o'zimizdan bir shuarlarla bo'la olgan narsamiz. Ya'ni undan nihoyat zo'r amaliy tirishchanlik, moddiy qo'llash, ilg'or uskuna, yaxshi afzal tadqiqot muhiti, uni qo'llaydigan rahbarlik muhiti, mana shunday bir qator narsalarni bo'lgan vaqtda bo'lgan narsa. Hamma fan tadqiqot teginayotgan vaqtda moddiy va ma'naviy jihat qo'llashlar bilan biz hech munosabatlik bo'lgan narsa. Endi biz bizning naqshi usulimizmi, san'atimizmi bizning mush xalqninki, mush asrdagi, mush davrdagi ma'naviy mavjudligimizni namoyon qilayotgan bir soha. Bu bizning xalqimizning ma'naviy tashlarini qondirib kelayotgan bir soha. Bu jihatga vaqtda o'zining ijodkorligi bilan bizning san'atimizni beytayotgan bir qism ijodkor san'atkorlarga minnatdorlik aytishimiz kerak bo'lib deb qaraymiz-da endi. Xo'sh, andaqda ommaviy madaniyatning ichida yana nimalar bo'lish kerak? Ommaviy madaniyatning ichida bugun biz taxt bo'lib to'xtalayotgan kutubxona madaniyati bo'lish kerak deb qaraymiz endi. Ablajonninki Malayziyada o'qishni bitirib kelib, burun o'zi mening bilishimcha mushu san'at sohasidagi madaniyat mahsulotlarini setish bilan, ishlab chiqarish bilan shug'ullanib ketgan. Bizning ayni vaqtda nayt qizib ketgan bir unsun bozorlarimiz bor-da. Shu unsun bozorlarimizni qiziqqan odamlarimizning birisi ekan, shundan mablag' solib, san'atkorlarimizdanki o'zining qobiliyatini joriy qiladigan muhitni hozirlab, sahna hozirlab, ularningki san'atini moddiylashtirib, to'g'rilashtirib, uni bozorga yuzlantirib, ularni o'zining naqshisini, o'zining san'atini, usulini, muzikasini bir xil iqtisodiy boylikqa, ya'ni moddiy boyligini, estetik boylikni, san'at boyligini o'zini bir xil moddiy boylikqa va iqtisodiy boylikqa aylantirish jihatda o'zining tegishli bir xil turkilik rolni o'ynab kelibdi ekan. Keyin ayol o'qib chiqib, magistrlikni tamomlab kelib, yana bir xalqning ma'naviy ustunligini qandiradigan, yana bir xil fontan yoki bir buloq bo'lgan mush Bilkuch kutubxonasini nurg'un izlanishlar orqali hukumatimizning munosabatli organlari bilan qonunliq rasmiyatlarni yuzish orqali bu ishni oxirgi ro'yobga chiqaribdi. Shuning uchun men oldindan mushu enimizningki mushinchilik bir ommaviy bir ko'znakni barpo qilishga ko'rsatgan tirishchanligiga ko'pchilikning oldida bir qatim rahmat aytaman endi. Endi biz mush Do'nko'rikning ijtimoiy qurilmasiga bir nazar solib baqsak, Do'nko'rik Urumchi shahri uchun aytgan vaqtida nihoyatda bir xil qadimiy bir mahalla bor. Shaharning barpo bo'lish jihatda Do'nko'rikni hargiz diqqatdan mustasno qilib o'tgani bo'lmaydi. Erdovcho'mi deymiz, Do'nko'rikmi deymiz. Urumchi shahrining o'ziga loyiq xos tazkirasi bor, o'ziga loyiq tarixi bor. Biz bugun Urumchi shahrining tazkirasi va tarixi haqida so'zlamoqchi emas. Bu shaharda bir ko'ni bir bozor bo'ladigan, u bozorning siymosi yelimi ko'z oldimda, garchi u bozor hozirgi qaraganda binolar ancha ekiz bo'lmasimi? Paka binalardan tashkil topgan, do'konlar nayt irmash-chirmash zich mandaq bo'lib ketgan bo'lsa-mu, lekin nayt mehrissiq bir bozor edi endi. Mehrissiq bir bozor edi. Odamlar nayt obod, ana lekin o'zining shu mahallaviy madaniyati xos bir tarkibi bilan sayohatchilarni va atrof kishilarni o'ziga jalb qilib turadigan shunday. Shuna Urumchiga bordingmi degan gapning yana bir variantlash gapi Do'nko'rikka bordingmi degan gap bo'ldi. Do'nko'rikka bormagan odam Urumchiga bormaganga hisob bo'ladigan mandaq birdan. Shuna biz dastlab turayotgan bu ya bizning nurg'unlagan millatimizning esil ziyolilari, nurg'un kishilar dasigan qadimiy bir xil azizona bir mahalla. Bugungi Urumchining umumiy rayon taraqqiyotida bu hozir Shinjongchi milliy alaylikni gavlantirib turishda kam bo'lsa zinhor bo'lmaydigan bir gap bo'ladi. Bugun keng taraqqiyotchi xalqaro cho'ng bozor degan hozir qurilishlar paydo bo'lgandan keyin bu yerga o'zgacha bir yangi tus qo'shildi. Xalqarodagi va ichki rayonlarda kelayotgan har qaysi sayohatchilarning diqqatini o'ziga tortdi. 3 tashqacha bo'lgan araliqdagi butun jarayonni anda bir sodda qadamlar bilan endi bak tadqiqotchi nazar bilan bo'lmasimi sodda bir qadamlar bilan aralab chiqadigan bo'lsak bu yerda tabiiy holda oshxona va do'konlarning intayin ko'p ekanligini his qilamiz endi. Ana restoranmi hali yetarlik bor endi. Dibami bor, jubami bor,
u ba, bu ba mı hemisi ba bulu dendi. Boptu, bu mu kişilerin kişilik turmuştaki burunqi aşqallarımız qaraganda hazır aşqallarımızın qiyafeti çık yanılıp ketdi. Hazır endi bir qadar zamanıvi kütüşdiki yosullardan tatip onun kütünüşninki qattiq detallari va yumshoq detallari bir qadar nima bo'ldi taraqqiy qildida. Ana Yevropacha tamoqlarni kirdi, turkcha taomlarni kirdi, sharq taomlari kirdi. Ana keyin biz ish qilib, 7 iqlimning har xil tamoq madaniyatining hammasi asosda bizningki restoranlarimizga tamoq madaniyatimiz kirdi. Bizningki tamoqcha tanlash va shallash engimiz taraqqiy qilyapti, mulozimat qo'yayotgan talabimizmi yukselyapti, o'syapti endi bu daqiqa vaqtida. Bu menayt yaxshi avalan. Kiyim kechak madaniyatimizmi gerçi o'zimizning zavodda ishlab chiqarayotganda elchi tipidagi mana markalarimiz taz deganda ko'p bo'lmasimi? Bizning hozir shu o'tirayotganlarning kiyim kechakdagi umumiy formasidan qaragan vaqtda bu xalqaralashganlikdan derak berdi. Gerçi markaları degandek taza ashyaning naq o'zi bo'lib ketmagan bo'lsa-mu ham donaka. Ama posuni ve yosuni umuman ya Fransiya, ya İtalya, ya Türkiye deymiz, ya Germaniya, ya Angliyaning markaları şu markalarni hozir kiyalaydigan bo'ldik hamda. Ana degan oyoqlarimiz ya Kangnay yo'li degan, ya Musa Laoyecha yo'li degan uni kiyavatamiz endi. Ama özümüzün zavodlarimizdan, özümüzün fabrikalarimizdan chiqayotgan narsalar ko'p bo'lmasin endi. Mana yenimizning o'zini yerda ixlos tanlabozor turibdi, ayari armon tanlabozor ko'ribdi. Bu bizning bir xil milliy korxonchiligimizdanki hozirgi zamondagi bir xil obraz ustida bu yerda turibdi endi. Shunga bu yerda Dönko'rikning da qurilmasi qilib etgan vaqtda endi umuman qilib aytganda bozor tipi asosiy gavdilik bo'lyapti. Mayli bu bazarning erkin partizan bazarlar var. Birisi bir ishdan ko'tarib yurayotgan, birisi bir ko'ynak ko'tarib yurayotgan, biz har bilan qo'g'in tavuq so'rab sotayotgan bir ko'rinish va ish qilib hayotning jiddiy raqobatlarininki eng fokuslangan, keskin bir manzarasini Dönko'rikda ko'rish mumkin. Buloq beshida ko'rish mumkin. Mana shunga qarab kishilar hozir jiddiy nimaga taqobil turib tursa, hayot kirisiga, turmush kirisiga taqobil turayotganligi iborat bir haqiqatni tushunish mumkin bu yerda. Şunun için ben bir yer durvatkanım aşxanalarni ve restoranlarni misal keltirish orqali bu ko'chalarda ve bu restoranlarda aşxanalarning ki mavjudligiga qarshi fikrda turmoqchi emasman endi. Mening qo'sqim achida cho'qim berishinde aşxanalar bo'lishi kerak endi. Mehmonlarimizni boshlaydi ekanmiz u yerdan kelganlarni. Bizimizning milliychi alayligimiz mudayalar bah deb aytgan ekanmiz. Albatta, mushu yuqorqi men misol olgan ilmitlar ve amillarning hammasi bizninki şerki milliychi alayligimiz tashkil qilgan tarkiblar bo'lib hisoblanadi. Acaba shuning ichida bir kutubxona bo'lmasligi kerakmi endi? Masalan. Mesela bu şeyde. Men Alloh ablajon mush kutubxona qurdi bu degandan keyin men bir madaniyat sohasida xizmat qilayotgan odam bo'lganligi uchun qiziqdi ekanman. Voy, yaxshi bo'pti unda bo'lsa. Chunki men bu Angliyada tug'an vaqtimda uyam nayt kichik tor bo'lgandan keyin u yerda bek qimmat uyni Londonda ijaraga olish biz uchun bek qiyin bo'ldi. Chunki Urumchida pul tepib, Jungoda pul tepib berib, Angliyada xajash degan nayt odamning ichini ochiq qildigan ish bo'ldi. Adamni tanqis saldigan, arsaldiga saldigan. Chunki biz bu yerda renminbini apirib, u yerda pound sterling yengbanga aylantirib xajadigan manda bir narsa bo'ldi. U o'ylab baksanız bir abduzluq bilan chiqib karta bir tet qilib surksanız ayni vaqt men tug'an vaqtimda 15 yuan xalq puli chiqib ketadigan gap endi. Bir go'yro lag'manda uni. O birdan bir sekund 70 ga u chiqib ketsa, men bir go'yro lag'man desam 4 soat mazmut piyoda ma'layman emasmi? Jiq vaqirab dars o'talayman. Va kishilar qaddi qomatini tik ko'rsatalayman-da. Şunu o'ylantiradigan masala, shuni bir yerga chiqib bir abduzga o'tirib, nega boraman degan masala Angliyada inchik o'ylanadigan masala bo'lib qoladigan gap. Men iste'mol yuqori berdim. Shuning uchun o'ltiradigan uy texim yuqori. Mayli Moskva, mayli London, mayli Seul, Tokyo, Meksik shahri, New York bular albatta öyle ijara verib o'tirish intayin qiyin mana bir ish. Şu yerda o'tirib yashayalgan odam dunyoning qayerida deb yashayoladi deb o'ylayman. Vijdonasda. Ammo bo'lgandan keyin, uy kichik bo'lgandan keyin o'rganish qilish, tadqiq qilish u jihatda daftar kitoblaringizni yeyib o'tirgan bir yerni topmoq taskin. Shuning uchun kutubxona nerede degan bir savol paydo bo'ldi ekanda.
Ben anadaki izleniş arkalık anca jirak mağmayla özemge münasip keldiğin bir kütüphane tapardım. Çünkü men oturuvatkan öyüm bilen, men tadqiqat ep bardigan, ma sahip halla kılıvatkan mektep oturusda Abduzla manganda bir ay yarım saat mandak. London degen mına çoğun şehir efendim. Katnaydıgan gep şunu namdı. Onda bolgandaki men ataydın kitap iş için o şehirdeki bir kütüphanega, ya London Üniversitesi'ndeki ya Britanya kütüphanesi kütüphanega berip ketip bolanmayın. Çokum bir mahallevi bir kütüphane buluş gerek bolsa ekende. Şu an men kıynalmayın tapaladım endi demeçmen de. Şuna bolgandan keyin bu bir kütüphane degen andaş etkanda manevi adamning aşxanasıdır bu endi. Qo'saq bendeler üçün aşxana qanchalik muhim bo'lgan bo'lsa, manevi adam uchun kütüphane shu qadar muhim bo'ladigan narsa endi chiqyapti. Biz shuni bilamiz, moddiy adam ham manevi adam endi. Moddiy adam bo'lish ustimizda aşxanamiz uchun muhim, manevi adam bo'lish ustimizda kütüphanemiz biz uchun shu qadar muhim endi. Bunday narsa. Şunu bunu qiziqdim. Albatta bu qanchalik bilayotganini bu eshitib qiziqib, ya'ni biz ko'zdan ko'chirgandan keyin mana mushkul ahvol bakan herhalde as-sahadir mushichilik bo'pti. Kütüphane mushundaq narsa bakan. Amaliyotda mushichilik bir o'rinninki bo'lishinin atrofdagi kishilarga ko'rsatgan ta'siri mo'ljalligisiz cho'ng bo'ladi deb o'ylayman. Men oddiy bir misolni olgan vaqtimda men Yezid cho'ng bo'lgan, Yezid balasi, Deyxon balasi endi. Men cho'nglayotgan mezgillarni endi 64-yil tug'ilib, anjimiz kitob o'quvdak cho'ng'gan vaqtda kitob tepishimlar tez bir zamonkan bo'ldi. Ki 78-yil ve 3-cü yılda eçilip saat işini sırf eçetiş degen programla yol koyulatkan vaxtlarda enadın ki medeniyet cihetki, mağara bu cihetlerinde canlanış başlayan, kitaplar çıkış başlayan, bunu kitap tepişme ters bir vaxtlarda. Ben şu vaxtlarda etrafında kitap saklayan müəllimlerinin yardımıyla şu vaxtlar mihraptın çayan, ötken küllerdeki romanlarını şu çağda okugan menemdi. Şu çağda ben hayran kalanım. Ferhat Şirin, Alisher Navoiyning Ferhat bu Said ittifaqida Sharq haqiqati nashriyatdan chiqqan kitoblar bo'lib, mishayimizga kirgan kitoblarni o'quvchilarimiz ba'zi saqlab ekan. Men shu Alisher Navoiyning Ferhat Shirinni ko'rib hayron qolgan. Nima degan go'zal til bu. So'zmi mujda bo'lamdigan deb so'zning sehrini shu chaq his qilganman. Eğer o bombagan bolsa men o'chaqda demiş qilayotgan odamsi eshkayda yurgan odam men. Taqalni atib, shu etizliqli qirtishib, o'qilib yurgan odam. Mening tafakkurimda hayotdagi shu bo'lib deb o'ylaydi. Bu o'g'allar degan ko'p cho'ng bo'lsa, eshkayda cho'ng bo'lsa degan xamalni yetar edi, xudon oladi, balliq bo'ladi. Oxirgi hisobda u bir qancha bolasini o'lib, oxirida o'lib ketadi. Kishilik hayot degan mushu deb qaraydi men. Keyin bu kitobni ko'rgandan keyin to'xtag'ina Otabek Kumushbibi Mirza Anvar, Shinama, Rana, bunday gaplar chiqadi. Ferhat Shirin'deki tasvirlanayotgan eli bir yerde Armeniya eli chiqib bir yerde Xotan shahzodasi Ferhat tepadan chiqayotgan. Dunyoni texim kan ko'rsatadi men nazarimda bir tasavvur. Ha, manda bilish kerak. Shu yer bir adashim yangi yiziq suv idoriga romandanki Uyg'urchasini o'qib, men uni so'zlab bergandan keyin bu so'ning hikoyalarini, Lekuyning hikoyalarini unuqib qiziqib, o'zim bundan yangi yiziqni ko'rib kitap o'qishdan o'zi raqib tunji ta'sirat shu charga shakllangan. Shu vaqtda boshlab menda bir kitap o'qiydigan bir xumar shakllangan. Ancha uzun o'tmay bizning shu yezimizda bir kitobxona bor shu vaqtda. Hozir bizning yezimizda kitobxona yo'q mana hozir. Shu vaqt qanday bo'lsa bir kitobxona bor ekan, Shilqa kitobxonasi. Shu yerda men bir To'hfa degan bir hikoya to'plami bor ekanda. Bu hikoya to'plamini men 70 pun va ağam. Uçar 70 pun degan xil jiq bir nima endi. Bir mo'chang samsi kelibdi shu vaqtlarda. 7 samsi yegan bo'ladimi shunda? Shu kitobni elib qaytib olsa, ma'lamlik bir odam nima u deb so'radi. Kitob debsam, nech pul ekan u dedi. 70 pun oldim, esit 70 pun samsi yesang-chi degan. Uni mu xato tushunganim men. Shu chaq samsi yeyishmi xil chin ishdi u. Bazılar için etki vakti müdahlasında. Yani bunu kişilerin şu an kıymet karşı etti. Bildirgen bildirmezdi. Şu gap herkes isimde çıkmaydı. Şu Töhbe degeni ki karsam Zordun Sabır'ın hikayesi iken Zordun Sabır'ın bir hikayesinin ki namölen koyulgan kollektif bir toplamken toplandı. Yani şunu okudum. Eğer benim şu okuçularım bazı kitaplarla teminlep durmuşsa, yazımızda aşıncılık kitap okuyduğun asıl eden bulmuşsa ve aş kitapxanı bulmagan bulsa,
Men ihtimal qanday odam bo'lishi mumkin, men buni hozir qiyos qila olmayman. Belki men bu bir yerda qassob bo'layotim yoki nima bo'layotim, ne bildim. Endi bu qassob bo'lish, u baqqal bo'lish, umumiy bir halol mehnat hamda, halol. Lekin bizga madaniyatning ki taraqqiyot uchun kuchliroq odam lozim deyapti. Hammamiz bunday bo'lib ketsak bo'lmaydi. Men bu yerda mehnatning darajaga aramoqchi emas, mehnatning har qanday halol bo'libki, mening nazarimda ulug'. Mening nazarimda u bir ulug'da hamda. Demek ki şu vaqtlarda etrafımdaki ayrım o'qituvchilarninki man ko'rsatgan ta'sirini men unutib ketolmayman. Agar shu